Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Toshpo'latov Alimardon. Bugun sizlar bilan React.js ga bag'ishlangan ikkinchi darsimizni boshlaymiz. Hop, bugun quyidagi mavzularni o'rganamiz. Function komponent, React'da o'zgaruvchilar, funksiya, ternarli operatorlarni ko'ramiz. Hop, function komponent bizga qanday yaratiladi? Masalan, components. Hop, uni ichiga masalan header JSX fayl yaratsak, RFC degan buyruq bilan bizga mana bunday function komponent yaratib beriladi. Bu React komponent yaratishni zamonaviy usul hisoblanadi. Hop, Reactda o'zgaruvchilar qanday yoziladi? Reactda masalan birorta o'zgaruvchi yozamiz. Let ism teng job. Hop, mana shu ismni bu yerga yozmoqchi bo'lsam, masalan salom virgul ism. Bizada figurni qavs ichiga ism deb yozsak, buni o'zgaruvchi deb tushunadi. Va buni npm run deb qilib ochib olamiz va apt ichiga hop headerda chaqirib olamiz. Va buni ochib olamiz open qilib. Hop, men ichida xatolik bor ekan. Bu yerda App Store provider bo'lib ketibdi. Bularni to'g'rilab olamiz. Hopda boshqa papka o'chaylik. Buni ochdim. Bu sizlar o'tgan safar boshlang'ich kod bilan ochib oldik-ku, o'shandan qilib davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Masalan, mana bu user list RFC hookslar kerak emas hozir bizga. Mana shuni ichiga let ism teng job va bu yerga salom job deb yozaman. Ism va buni apt ichiga chaqirib olamiz. User list böyle npm run dev open enter. Salom job chiqyapti. Bu o'zgaruvchini o'zgartirsak, bizada ichidagi qiymat o'zgarib turadi. Xo'p, endi funksiyani mana shu yerga yozamiz. Masalan let sum yig'inni hisoblaydigan funksiya. Bu yerda a va b parametrlar olyapti o'zi. Va bu yerga return qilib, return birdaniga agar bir qatorli bo'lsa, biz bu yerga yozib ketishimiz mumkin a plus b. Va endi funksiyani chaqirmoqchi bo'lsak, mana bu yerga yozamiz. Endi bu yerda yig'inda deyman. 2 nuqta va shuni ichiga sumni chaqiramiz. Hop, yig'inda none deyapti, chunki hali qiymatlarini bermadik. A ga masalan 2, B ga 3 beraman. 5 chiqyapti. Mana shunday funksiyalarni yozishimiz mumkin. Hop, endi ternarli operator bizga shartlar berish uchun ishlatiladi. Agar masalan bizda let son teng 3 bo'lsa, bu yerga ternarli operator bilan biz shart yozishimiz kerak.
ternarniy operator uchun ham biz buni ochib olamiz va shuni ichiga yozamiz. Ternarniy operatorda birinchi shart yoziladi. Agar son katta bo'lsa, katta yoki teng bo'lsa 18 dan keyin so'roq qo'yiladi va birinchisi to'g'ri natija. Agar 18 dan katta bo'lsa kiring degan yozuv chiqadi. Keyin ikki nuqta qo'yiladi. Chiqing. Agar 18 dan kichik bo'lsa son chiqing degan yozuv chiqadi. Ya'ni bu yerda yosh jihatdan yozilyapti. Xo'p. Bu yerga chiqing deb chiqyapti chunki 13. Agar 23 yozadigan bo'lsa kiring deb chiqyapti. Mana shunaqa shartlar bizada React'da ternarniy operator bilan ishlaydi. JavaScript if else edi, bunda esa ternarniy operator bilan qilinadi. Hop, har bitta keyin uyga vazifa bo'ladi. Mana bu uyga vazifa. Hop, o'z ismi va yoshingizni so'rash uchun profil card degan komponent ochasiz va bu yerda kasbingiz haqida yana bitta P qo'shasiz. Ternarniy operator yordamida yosh 25 dan katta bo'lsa tajriba bor yoki tajriba yangi boshlovchi degan yozuv chiqarasiz. Hop, shu vazifa bo'ladi. Lekin undan tashqari bitta figma ham qo'shib qo'yaman. Videoni pastida vazifalar degan joyga qarab topib olasizlar.